14-may 2025-yil Qozog'iston Respublikasi Jitsay tumanida turibmiz. Aynan bu paxta maydonimizda Turkiyaning Maya 458 navli paxta urug'lari ekilgan. Unib chiqishi yaxshi, ko'rib turganingizdek holat yaxshi. Ayni ishlov berish fazasiga yetib kelgan, biroq kultivatsiyani o'z vaqtida amalga oshirilmasa, bu paxtada ham ildiz chirish, fuzarius, Rhizoctonia salani kabi ildiz chirish kasalliklari uchraydi. Mana ko'rib turibsiz. Mana o'z vaqtida kultivatsiya qilinmaganligi evaziga ildiz qismi chirishni boshlagan, so'ruvchi yon ildizlar chiqmagan, faqat o'q ildiz shakllanishni boshlagan. Bu shundan dalolat beradiki, ya'ni kultivatsiya qilinmaganda yerning qochishi, havoning aynalishi, namlikning aynalishi, buzilishi oqibatida ildiz dimlanib qoladi va natijada bu yerda zamburug'li mikroorganizm, ya'ni parazit mikroorganizmlar kirib buni zararlaydi. Natijada mana shu holatda kuzatishingiz mumkin. Asosan buni ko'p keltirib chiqadigan nimalari Fusarium oxypersum, Rhizoctonia salani shtammlari hisoblanadi. Mana ko'rib turganingizdek. To'g'ri agrotexnikani o'z vaqtida amalga oshirish ham aynan bu kabi kasalliklarni oldini olib, hosildorlikni 3 sentnerdan 5 sentnergacha oshirish imkoniyatiga olib keladi.